Tabiatda shunday biologik qurol borki, insoniyat buni tasavvur ham qila olmaydi. Bu kichkina jonzot zarba berganda suv ichida 4700 daraja Selsiygacha harorat hosil bo'ladi. Okeandagi eng g'alati qurollardan biriga ega jonzot. U oddiy qisqichbaqaga o'xshaydi, lekin uning bitta qisqichi haqiqiy biologik qurol. Pistol shrimp qisqichini juda tez yopadi. Shu paytda suv ichida kavitatsiya deb ataladigan pufak hosil bo'ladi. Bu pufak portlash paytida ovoz 220 desibelgacha yetishi mumkin. Bu hatto ba'zi o'q ovozidan ham balandroq. Eng hayratlanarli tomoni esa, shu pufak portlaganda ichidagi harorat 4700 daraja Selsiygacha yetadi. Bu deyarli quyosh yuzasi haroratiga yaqin. Bu zarba shunchalik kuchliki, yaqin atrofdagi kichik baliqlar karaxt bo'lishi yoki o'lishi mumkin. Shunday qilib, tabiatda eng kuchli qurollardan biri katta yirtqichlarga emas, mana shu kichkina qisqichbaqaga tegishli.